Tayyormisizlar hurmatli do'stlar. Bugungi videoroliklarimizda Fara tumanka zapchastlari yangiliklarda narx-navolar bilan tanishtirib o'taman. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar va hurmatli podpischiklar. Sizlarda Avtomix kanalida ko'rib turganimdan juda ham xursandman do'stlar. Bugungi videoroliklarimiz Nexia tumanka Fara Cobalt Lacetti hamma mashinaga tumankalarni ko'rsatib o'taman do'stlar. Yangilik zapchaslarida sizlar bilan obzor qilib, narx-navolar bilan tanishtirib o'taman do'stlar. Videorolikka bir dona like bosib, bu videoni Nexia minadigan yoki shopper akalarga tez tarqatib qo'yamiz. Unday bo'lsa videorolikda boshladik jigarlar. Hurmatli do'stlar, o'sha legendar Nexia 2 mashinasiga faralarda doddasi Gene firmasidan bo'ladi. Shunday bo'ladi o'rtoqlar, qaranglar. Katislarini. Ashi taniq dar fara. Qaranglar akalar, o'zingizlar baho beringlar bitta sifatlariga. Sifatlari taniq idealniy masla fara bo'ladi. Narxga keladigan bo'lsak, narxini 630 ming so'm qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa, bemalol do'konimizga murojaat qilsanglar bo'ladi. 12 ta viloyatga dastlabki xizmatlari ham mavjud o'rtoqlar. Bemalol pastda yozilgan nomerlarga telefon qilib oldirsanglar bo'ladi akalar. Dastlabkilar qilib beramiz chiroyli qilib. Qaranglar, motorchiklari bilan birga Xitoy original zavod faramizdan bo'ladi. Sifatsiz tuxta fara emas akalar, ishonarli chotki fara. Yana o'sha legendar Nexia 2 mashinalariga orqa faralarimizdan ham bor, o'sha Gene firmasidan mashhur zo'r firma akalar, chotki chiqyapti qaranglar. Kachестволari zo'r. Misol qayerdagi sifatsiz tuxta faralarni ham qimmat narxga sotib yuribdi odamlar, lekin bu chotki fara original desam bo'ladi, Xitoy original bo'ladi bular. Toza zavod firma. Narxi keladigan bo'lsak 310 ming so'm qilib beryapmiz. Komplektining narxi Nexia 2 mashinasiga idealni qaranglar, masla chotki taniq fara bo'ladi. Katistrasiga o'zingizlar baho beringlar akalar. Ichida stikerlari ham bo'ladi. 310 ming so'm. Dastavkalarimiz ham bor, bemalol telefon qilib dastavka qildirsanglar bo'ladi akalar. O'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar katistrasiga. Qaranglar. Nexia 2 mashinasini farani doddasi bilan. Voy akalar, buni qaranglar, o'sha legendarniy Nexia 1 mashinasini farasi bo'ladi. O'zingizlar bitta baho beringlar bunga, qaranglar. Dodda fara mana, korobkalari. Ko'rsanglar bo'ladi, Xitoy bo'ladi bu ham, toza Xitoy. O'zingizlar qaranglar, o'rtoqlar. Dodda fara, katistrasiga o'zingizlar bitta baho beringlar. Mana pavorotchiklari bilan birga shishalari. Bez motorchik bo'ladi bu, motorchiksiz, lekin sifatlari zo'r. Katta nomer 1 bo'ladi. Narxi keladigan bo'lsak, narxini arzimagan 450 ming so'm bilan xarid qilsanglar bo'ladi. Komplektini 450 ming so'm qilib beramiz. Hattoki komplektida pavorotchiklari bilan birga chiqadi akalar. Bu videoni sirrochli Nexia 1 haydaydigan do'stlarimizga jo'natdim. Voy akalar, bu Nexia 1 faran turishini qaranglar, orqa farani dodda xo'jasi bo'ladi. Katistrasiga bitta o'zingizlar baho beringlar. Qani. Masla yangi fara o'rtoqlar. Narxi keladigan bo'lsak, narxini 310 ming so'm qilib beramiz do'stlar, komplektini. Faraga 5 baho do'stlar. Bitta o'zingizlar ko'rib baho beraverasizlar. Masla yangi fara. Bu videoni Nexia 1chilarga jo'natib qo'ymasanglar bo'lmaydi akalar. Do'stlar, Nexia 2 mashinasiga lupali tumankalarimizdan bor. Narxi keladigan bo'lsa, komplektini 240 ming so'm qilib beramiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Va Lacetti mashinalariga tumankalarimizdan bor. Oq yonadigan, ichida zavodskoy lekli turishga bitta o'zingizlar baho beringlar. Qaranglar, katta nomer 1 bo'lib yotibdi. Narxi keladigan bo'lsak, narxini 185 ming so'm qo'yamiz, komplektining narxi do'stlar. Va Nexia 1 mashinasiga oq sariq yonadigan litli zavodskoy lazerli tumankalarimizdan ham kelgan. Narxi keladigan bo'lsak, 190 ming so'm komplektini qilib beryapmiz do'stlar. Radnoy tumankalarimizdan ham bor. Nexia 2 mashinasi radnoy tumankasi 100 ming so'm. Cobalt mashinalari tumankalari, Spark mashinalari tumankalari bor. Ular 150 ming so'mlar. Va faralar zapchaslar mavjud o'rtoqlar. O'zi uyda mashina tuzatishga qiziqadigan do'stlarimiz bo'lsa, mana nabor kurslarimizni olib kelib qo'yganmiz. Hantok firmasidan juda ham sifatli, kachестволli tovar bo'ladi. Narxi keladigan bo'lsak, narxini 140 ming so'm qilib beramiz do'stlar.
va katta naburlari ham bor. 190 ming so'm qidiryapmiz bu komplektni do'stlar. Kimga kerak bo'lsa tez ulgurib qolamiz akalar. Soni juda ham kam qolgan. Va bunaqa milker deydimi, nima deydi buni? Reza ochadigan naburlarimizdan ham bor. Buni narxi 140 ming so'm komplekti do'stlar, qaranglar. Shuncha komplekti bor. Damkartlarimizdan ham bor. Mikrofon, gofrlar kelgan sportivniy filtrlarga. Do'stlar, hamda Победа signalda dodda stopga qo'yganmiz. Marokko firmasidan original Победа signal bo'ladi do'stlar. Qaranglar. Bitta o'zingizlar baho beringlar signalga. Nomer 1 dodda signal mana shu bo'ladi. Komplekt narxini 185 ming so'm qilib beramiz. Yoradi akalar, mana shuni bitta qo'yinglar. Liboyni qo'rqitadi. Do'stlar, yaponskiy SRR firmasidan original tovarimiz bo'lgan toza zavodskoy podelka emas akalar, toza original bo'ladi. Narxdan keladigan bo'lsak, narxini komplekt 770 ming so'm beramiz. Dastavkalari bor akalar, 12 ta viloyatga. Mana shu amortizatorimiz juda ham zo'r chiqyapti. Qo'yganlar maqtayapti akalar. Do'stlar, bugungi videoroliklarimiz shulardan iborat edi. Kimda qo'shimcha savol va takliflar bo'lsa, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar va videoga bir dona like bosib, esdan chiqmasin do'stlar. Va bu videoni eng yaqin do'stlarimizga samolyotdan jo'natib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar do'stlar.